Rahmat, baraka topsin. So'nggi paytda ommalashgan ayrim qo'shiqlar ham aynan siz bilan bog'liq. Keling ulardan birini tinglasak. Kelinlar, 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 qaynona ham bir ona. Baxtingizga shunday zo'r, o'g'lini berib qo'ygan. Gulixonim Asalxo'jayeva aytganlar, kelinlar haqida qo'shiqni ilgari Ozod shou degan bir ko'rsatuv bo'lardi. O'sha shouda biz Gulixon bilan ikkalamiz aytgan edik shu qo'shiqni. Gulixonning qo'shiqlari endi juda chiroyli aytganlar. O'zbek san'atchilari bilan birgalashib shuncha yil qarang, hamkorlik qilganimizga men juda xursand bo'laman. Mana shuncha mashhur bo'lgan, ommalashgan qo'shiqlarning muallifi nega o'zi bir jiddiy qo'shiq aytishga kirishmagan, Mirzabek aka? Endi menga Farruh aka ham aytadilar, Zokirov, shu sahnada turib qo'shiq ayting. Endi aytib turasiz, lekin aynan shu yo'nalishda bir astoydil. Bilasizmi nima? Hammasidan ozgina shingil kinodan, qo'shiqchilikdan, keyin dublyaj, masalan, kino sohasida. Endi shunaqa san'atchiki bog'ga o'xshaganda har xil istagi, har xil chiroydagi guliz bor. Shunaqa bo'lishni ko'proq xohladim. Kel sildirmeyine. Canım bulamam deyip hammani kuydiresem kuygan bu fakirlarni yana yondiresem Ba'zan endi o'zimiz ijodiy kechalar, konsertlar qilganimizda bir o'zimga to'g'ri kelib qoladi xizmat qilish. Ko'proq shogirdlarni, yoshlarni jalb qilish, ularni sahnaga olib chiqish. Qo'shiq ham, qiziqchilik ham hammasi cho'ntagingizda bor narsa. Lekin yoshlar ko'karsin, chiqsin. Bizda shunaqa odat bor, qizg'anmaymiz. O'ylab topgan qo'shig'imizni, latifamizni, hajviyamizni qizg'anmaymiz. Ol deymiz, ishlat, osh bo'lsin deyman men. Bir yigit davra olib boryapti-da, ona haqida gapiryapti. Ona xollariga aytyaptiki, men deydi to'ydan kelaman, eshik yopiq bo'ladi, onamlarning derazalarini chertaman. Onajon, men keldim desam eshitmaydilar. Onajon, yaxshi borib keldim desam ham eshitmaydilar. O'zi men onamga aytgan so'zlar bu. Derazani chertib turib, sehrli so'z esimga tushadi. Onajon, rosa ko'p pul ishlab keldim desam, voy qachon kelding, ko'zim ilibdi deb onam eshik ochardilar deb hazillashib gapiradigan gapimmi? U gapiryapti, mana onam bilan shunaqa ish bo'ldi deb aytdi. Umrlari uzoq bo'lsin, biz onamiz bilan bir xil ekan-da. Yo'q, ustoz, shu gaplaringizni olib ishlataman, ruxsat berasizmi? Osh bo'lsin, chiroyli gapir faqat. Yaxshi gapirib, mantiq bo'lishi kerak gapimizda. U latifa bo'lsa ham mantiq. Hayotda bir ozgina foydasi tegishi kerak. Latifalarni shunday aytadi bo'ldi deb o'ylashsa kerak, lekin har bitta latifa bu o'zi yaxshilikka da'vat, yomonlikdan qaytarish. Mana bitta ukamiz bordilar, endi mashhur xalqqa xizmat qiladilar. Shu ukamiz aytgandilar, Muhriddin akam yozib bergan she'rlaringiz bor ekan, aytganlarini aytdilar-da, bir ikkitasi qoldi, shuni men aytsam maylimi? Ayting ukajonim. Shu bir vaqt ilhom kelgan ekan, bir narsalar yozgan ekan, sen hozir endi buyurtmaga qarab ishlaymiz. Keyin o'zim ham go'gada bir narsalar aytib qo'yaman, keyin u bo'lmasin deb. Kimgadir yaxshi yashash orzu tilak, kimgadir ishongani bor u tirgak. Qo'lidan kelgan ishni emas do'stim, yarashgan ishni qilish kerak. She'rni ham tushunganingiz, bir chiroyli so'z yoza olganingiz, bir musiqani ham Sultonali Rahmatov yozgan juda ko'p musiqalari bor. Endi dunyo tanigan, bilgan, O'rta Osiyo xalqlari bilgan musiqalar. Sen aziz va muqaddassan ayolli musiqasi yaralayotganda, Halima Xudoyberdiyevadan shularning so'zlaridan olib foydalanayotganda, Sultonalining yonida boshqa qo'shiqchilar ham o'tiribdi, lekin men ming'illab turganman shu yo'lini, uslubini, sen aziz va muqaddassan ayolli aytish yo'llarini, musiqalarini Sultonaliga yordamchi. Endi baribir kimdir haligi odamga bir kuch-quvvat berib turadi. Shuning uchun shunaqa ijodkorlar bizda ko'p bo'lganidan xursand bo'laman. Qarang. Endi yaqin orada qanday yangi ijod namunangizni tinglaymiz? Kimning ijrosida, Mirzabek aka? O'zim aytsam kerak, sababi o'zingizdan o'tkazgansizda u narsani. Endi jiddiy so'zlari jiddiyroq. O'sha zamonaviy, o'sha butun dunyoda uslubga solingan yo'l bor. Endi faqat qo'shiq yoki musiqa faqat bir xil usulda o'ynatish uchun emasda. Eshitadigan qo'shiq bor, avtomobilda eshitadigan qo'shiq bor, kayfiyat yo'g'ida eshitadigan qo'shiq bor. O'shalarning hammasini o'zini uslubi, ritmi, usuli bo'lishi kerak. Yosh odam ham kelib quloq solib eshitadigan, yoki bo'lmasa o'rta yashar ham eshitadigan. Chunki agar qo'shiq yaxshi bo'lsa, bu bora-bora merosga aylanadi. Merosga aylanadi va mumtoz
qo'shiqlarni safidan joy oladi. Bu yaxshi-ku axir. Mana Alisher Fayzni maqtayman endi. Bu ko'rsatuvda masalan mani maqtash kerak bo'lsa ham Alisher Fayzni maqtab qo'yaylik. Shu yigitning qo'shiqlari bir kun emas bir kun folklorga aylanadi. Hozir biz foydalanamiz o'zbek xalq maqollari, o'zbek xalq laparlari shunaqa kitobga joylanadi. Niyat qilaverish kerak, bir kun emas bir kun baribir bo'ladi shu ish. Eng yaxshi niyatlarimiz bugun siz uchun. Salomat Sizdan yana yangi xususan qo'shiqlarni kutib qolamiz. Bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Shu konsertlarning oxirida aytadigan so'zimiz bor. Bugungi kunimiz chiroyli o'tdi. Tunimiz ham osuda o'tsin. Ertangi kunimiz bundan-da chiroyliroq o'tsin. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'ling. Rahmat taklif qilganingiz uchun.